谁见过水晶般的冰山？野马似的血水河，冰山埋藏着珍宝，血水灌溉着天河。野马平川的戈壁滩哟，放开河喽！唱歌，河水向东流，太阳又东升，爬上了撒恋儿的高山顶，瞧这儿望着北京城，航海连接着天边大山，冲破了云层，维持万里的文娱哦，捎婚心眼儿到北京。Ben taharını ötküzüleş üçün kelgen Zarbidar peynan peycanı Yanguan xey bolaman. Bugün siz bilen ayrım paranlaşqılı keleberdim. Sizlerden ilgiri kelgen bir türküm adamыңlarni pak kız yoktu ettim. Endi sizni öldürüp yetişimden korkmamsız. Bilemen. Siz mening eng yaqin sabdaşlarımni öldürüp ettiniz. Ondaq siz ölümden korkmamsız. Biz harbiy emasmi? Kun bo'yi miltiq nayza, yomg'irdak o'q dori orasida yurdigan tursak. Meningcha sizmi shundoq mayinjon. Allaqachon o'z taqdiringiz haqida bir qarorga kelib qo'ygansiz. Nima uchun keldingiz? Avval bog'liqdan bo'shtab o'ting. Ish o'tinglar. Yang Peycan. Gepingiz bo'lsa davir. Bugun bu yerga siz bilan vaziyat to'g'riliq keng kuchari so'zlashib boqay deb kelishim. So'zla. Bu yil kirishi bilanla birinchi oyda Xuayxay urushi oyoqlashdi. Biz jazo yurgizgich qo'shinlarning muavin qo'mondoni Duyimingni tirik qo'lga tushadi. Ikkinchi oyda Pingjin urushi oyoqlashdi. Beyping tinch ozod qilindi. O'ltirsam bo'ladi. Merhamet. Rahmet. 4. ayda azatlık armiyamiz 3 yo'lga bölündü. Milyon kişilik qo'shinimiz Changjiangdan o'tdi. Nanjing hukumati gumron bo'ldi. 3. may Hangzhou azod qilindi. 5. ayning oxirida Shanxay azod qilindi. Beijing, Shanxay, Hangzhou urushlari oyoqlashdi. Ondan keyin azatlık armiyamizning bir bo'ligi g'arbiy janubga, bir bo'ligi g'arbiy shimolga, yana bir bo'ligi Hunan, Hubei, Guangdong, Guangxilarga yurish qildi. 9. ayning 5'ida g'arbiy shimoldagi Shanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai qatorliq 4 o'lka butunlay ozod qilindi. 25 sentabr sizlarning Tavsiyo Jangjun Xinjiangdagi qo'shinning tinch haqiqatga qaytganligi to'g'risida telegramma yo'lladi. Xinjiang butunlay ozod bo'ldi. 10. ayning 1-kuni Jonghua Xalq Jumhuriyati qurildi. Beijing poytaxt qilindi. Bo'ldi, bas. Siz bana nima demoqchi? Shuni demoqchimanki, biz 5 yulduzli qizil bayroqni Jongoning hamma yerida javlon qildirdik. Jongo zaminida faqat andi sandila Gomindangning qoldiq qismlari ketib qoldi. Ular siz Mayangjanning qo'shinini o'z ichiga oldi. Albatta, menga ayon. Siz jangga moyir bir chivar qo'mondan.
Shuni aniq ko'rib olishingiz kerakki, mushundaq ahvolda qilib yurgan ishlaringizning qilchilik strategiyalik ahamiyati yo'q. Shunga men samimiy niyat bilan sizning umumlikni ko'z tutib, davlat va xalq manfaatini hammadan muhim bilib, Qur'onni tashlab, qayta tashkillashni qabul qilishingizni umid qilaman. Qayta tashkillashni? Ha. Faqat avam fuqaroga zulm va parakandichilik sanmasangizlar, siz davlat va xalq oldida to'hpikor bo'lib qolasiz. Yanpayjon, boyaqi gaplaringizdan qaraganda, meni tarixda yaxshi nomi qolsin demoqchi ekansizda. Demak, bir eg'izli gap. Taslim bo'ladi ekanman. Mening yerim ömrüm jangda o'tdi. Miltiq nayza, o'q yomg'iri orasida necha o'lib tirilganman. Hozir hayotlikanman. Men yanila harbiy. Mening log'itimdan taslim bo'lish degan bu so'z allaqachon chiqarib yetilgan. Bu hargiz mumkin emas. Mayonjon, siz o'zingizni rostli yemirilmas istikam deb qoldingizmi? Atrofingizga obdan qarab beqing. Odamlarimiz sizni allaqachon mustahkam qo'rshab bo'ldi. Biz hujum qilmagan taqdirdami, siz uzun bardoshlik bermaysiz. Shunga obdan o'ylanib beqishingizni umid qilaman. Qarang, hozir siz qo'g'dayotgan bu shahar tamoman o'lik bir shahar. O'lik shahar. Qiziq gap. Ama sizmi o'ylab baqdingizmi yo'q? Men o uzunga bardoshlik berolmaydi ekanman. Lekin siz bugun omon qolasizmi? Mayonjon, miltiq sizning qo'lingizda. Meni qanday bir taraf qilish butunlay sizning qaroringizga bog'liq. Üçüncü bendigine yığılınla. Hey, to'xta! To'xta deyman. Yolum tosma. O'zingni bisib ol. Bu şekil aldım özümden bisip alamdı ben. Tutup duruyorsun Yanpayjon'u öldürüydü o. Payjon ehtimoliy g'oyatdir. Lekin sen odam boshlab jidal qo'zg'ayotgansa, o'q ovozi anglangan hamma Yanpayjon'ni o'z qo'ling bilan o'ldirgan bo'lasan. Rahuna. Bana ne kuruq nazariyanı tanımacı mı? Özün o yağışta gitip aşağı duruvatsan. Hem de asker başlap verip Yanpayjon'u kurtulduraysam, beni onu ziyankeşlik kılıvatsan dersin ha. Kovşun! Senden so'rab baqay. Navoz sen majanjan bo'lsang, Yanpayjon sana taslim bo'lish to'g'riliq nasihat qilayotgan chaqda, sirti tuyuqsiz o'q ovozi anglasa, sen shu aman Yanpayjonga taslim bo'lishga da'vat qilgani yolg'on. Askar boshlab hujum qilganini rostgan deb gumon qilamsan yo'q. Yangonxay. Siz odatdagi payjonlardan emaskansiz. Mayonjon, sizmi odatdagi yingjonlardan emas. Qaraganda siz jiningizni olqiningizga ep qo'yib, men bilan ko'rishga kelibsiz. Sizning mavqeingiz bir hisobda menga parlaq bir manzilni ko'rsatdi. Lekin men mangmayman. Qorong'ulikni tamtirab olg'i mengishga roziman. Men sizning ana shu mardonlarcha jasoratingizga qoyilman. Yanpayjon, kim mag'lub, kim g'olib bo'ladiganini vaqti kelganda ko'rmaymizmi? Merhamet.
Yanpaycan. Muş tağıyığızdan özsіңізla менің қарауыл қалларым yok. İlgirlep beni verсеңіз, öz тәуейіңізге беріп olısыз. Meni o'zitib qo'yganingizga rahmat, Mayangjon. Miltiq deganni qo'lga olsalar odam ilg'ab o'ltirmaydi. Men yo'shirincha atmayman. Ammo qo'l ostimdagilarni yo'shirincha atmaydi deyamayman. Navodi birasining sizni yo'shirin etiyotgani al og'ziga tarqalsa, bu men uchun to'limi nomus ish. Undaqda qo'l ostingizlarning ko'ngliga insof bergay. Uzatmadi. Mayangjon. Mush xo'shlashishimiz bilanla janggohga raqiblardan bo'lib qolishimizni umid qilmayman. Daryo qon to'kilib, ondan yengilishni belgilashni xohlamayman. Biz harbiylar albatta elning tinchligi uchun jang qilishimiz kerak edi. Har qancha uzunga so'zilgan, har qancha zo'r ko'lamli urushmi hamon bir kuni oxirlashidir.